Assalomu alaykum birodarlar. Qarachi bugungi videoda Zavikka 5 kunda chiqishni o'rganamiz. Qani ketdi. Avvalambor Zavikka chiqish uchun siz Mirror Ratingda top 500 ga kirishingiz kerak. Hozir men sizga Mirror Ratingda top 500 ga qanday oson kirishni o'rgataman. Birinchi o'rinda siz serveringizni Koreya, Yaponiya qilib olishingiz kerak. Nimaga aynan Koreya, Yaponiya va Yevropada ham chiqsangiz bo'ladi Zavikka desangiz, Koreya, Yaponiyada rang juda ham past bo'ladi Yevropaga qaraganda. Tavsiya beraman duo tretий лицо. Nimaga aynan duo? Squatda ham chiqsa bo'ladi desangiz, squatda komanda topish qiyin. Soloda esa hamma kreysani yoqib o'ynaydi. To'pga chiqishingiz qiyin. Koreya, Yaponiya serverining bitta minus tarafi bor. Koreya, Yaponiyada ping juda ham baland bo'ladi Yevropaga qaraganda. 100 ping, 150 ping baland bo'ladi. Ping baland bo'ladi-yu, qanday o'ynaymiz desangiz, men buni yo'lini topib qo'yganman. Qarachi bitta sherik topasiz o'zingizga. Serveri Yevropa bo'lishi kerak, keyin ko'proq PUBG o'ynash kerak. Nimaga sherik toping deyapman? Chunki sherigingiz serveri Yevropa, sizga Koreya, Yaponiya. Agar sherigingizni liderdan kirsangiz o'yinga, ping past bo'ladi. Bemalol Yevropa serverida o'ynasangiz bo'ladi. 5 kunda Zavikka chiqish uchun siz kuniga 10 soat, 12 soat PUBG o'ynashingiz kerak. Boshida 3 kun shunaqa qilasiz, qolgan 2 kunni yo 3 kunni 5 soat, 6 soat o'ynasangiz ham bo'ladi. Endi kartalarga o'tadigan bo'lsak, men boshida Erangel o'ynaganman 3 kun, keyin uje Aska chiqqandan keyin Liga o'ynashni boshladim. Uje Aska chiqqandan keyin plus Erangelda ham Livikda ham bir xil beradigan bo'lib qoladi. Vaqtingizni tejash uchun bir marta Erangel o'ynaganingizdan 2 marta Liga o'ynaganingiz yaxshi, plusini 2 barobar olasiz. Men Azmastergacha polni close fight qilib hujum qilib o'ynaganman. Azmasterdan keyin esa polni kreysani yoqib sekin bosib o'rganman. Shu az dominatorga chiqqandan keyin hamma o'yinchi kuchli bo'lib ketadi, rang ko'tarilib ketadi, o'yinchilar kuchli bo'ladi. Shuning uchun sekin kreysani yoqib o'yin o'rgan yaxshi. Men Zavikka chiqqan kuni az dominator 15 da chiqqanman. Yevropada esa az dominator 25 da chiqadigan bo'lgan. Bu meni Zavaga birinchi marta chiqishim, 8 kda bilan chiqqanman. Siz necha marta chiqqansiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Kim ko'p Zavaga chiqqan ekan? Agar shu video 100 ta like yoqsa, dedendagi taktikalarni o'rgataman. Mana endi Zavaga qanday qilib tez va oson chiqishni o'rganib oldingiz va shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, paka.